mana uyning 5 xonali uyning mana ko'rinishi Wi-Fi mana oldidan o'tgan, lekin Wi-Fi simi tortilmagan uygacha. 5 xonali. Suv постоянно chotga oqib turadi. Voda boshni mana oldida turibdi, voda boshni mana ko'rinib turibdi bu yoqdan endi. Gaz bir oyda balon bilan, gaz balon bilan har oyda olib kelib turadi. Undan muammo yo'q. Ichimlik suvi, ariq suvi hammasi chotki, ariqning suvini endi haydab kelish kerak endi. Haydab kelmasa sal problema. Normal desam bo'ladi, lekin baribir haydab kelish kerak. Narxiga kelsak, $25,000 deyapti. Kelishadigan joyi bor. Kelishadigan joyi bor. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bugun Toshkent viloyati Bo'ka tumanining Bo'ka Mufining Katta Qalqansir mahallasida uy obzor qilishga keldik. Mana chegarachi ekan mana. Stolba turgan tumanning to'g'ri chegara. Mana chegaralarni ko'rsatishim kerak birinchi o'rinda. Mana bu ikkalasi qo'shnining orasidagi chegara mana shu bo'ladi. Mana asfalt. Mana voda boshniya oldida. Mana latok uyning oldidan latok oqib o'tadi. Latokda suv oqib o'tadi. Suv bu yil sal muammolar bo'ldi. Haydab suvni harakat qilib olib kelsa bo'lar ekan. Mana bu endi molxonasi, bunaqasiga ko'rsatsam bo'ladi. Qishki molxonasi mana. Sabon preslarni yig'ib qo'ygan. Bu orqasidagi mana omborxonasi ekan. Endi kirishdan boshlab kelyapman endi. Mana o'zi qurgan yangi uy ekan. 5 xonali ekan. İçiga kira olmadim. Chunki bolalar dam olayotgan ekan, yosh bolalar. Mana endi eski uyi. Bu eski uyi Sovet paytidagi uy, endi bu ta'mir talab. Remont talab bunaqasi aytganda. Hozir men endi uyning oldidan ko'rsataman. Mana vodoprovod. Suv boshnining oldida, davleniya ham zo'r, bemalol suvda, ichimlik suvdan muammo yo'q. Mana u endi ko'rsatib qo'yay. Bunaqasi mana 5 xonali mana. Bu yangi o'zi qurgan uy. Bu remontalab uyi. Общий maydoni общий 40 sotik ekan. Mana endi chegarasini ko'rsatishim kerak. Toshkent viloyatidan uy izlaganlari bo'lsa, jo'natasizlar, podelitsa qilib. Mana qo'shni ikkalasining chegarasi tut ekilgan mana. Hozir endi tom orqasini ko'rsataman, agrodning общий nimasini. Mana chegara mana. Turgan terak chegara bo'lar ekan. Mana o tollar turgan tol. Bu ham chegara mana. Bu yerda naryoqda zibros bor. Mana suvning nimasi mana bu yerdan kechagida suv tushib ketgan ekan. Suvni ahavosi o'shandan ketadi. Mana chegarasi mana. Mana tollar chegara mana. Общий 40 sotik ekan. Egasi aytishi bo'yicha endi kadastri bor ekan. Shu egasi Qozog'istonga ketib qolgan sababli og'aynisiga tayinlab ketgan ekan. Uy sotiladi deb tayinlagan ekan. Kim qiziqqan bo'lsa, qiziqqanlarga
telefon nomerini pastda qoldiraman. Bemalol mana ko'rinishi bu yoqdan. Toshkent shahridan taxminan 75 kilometr uzoqlikda bu. Toshkent shahridan. Bo'ka tuman markazigacha 25 kilometr. Qo'yliqqacha 75 kilometr. Yana kerakli ma'lumotlarni bemalol egasidan telefon qilib so'rasangiz bo'ladi. Uy egasiga Qozog'istonda bo'lgani uchun mana o'zining haliga tayinlab ketgan odamining nomerini opsiyaniyada qoldiraman. Bemalol o'shanga telefon qilib, kerak ma'lumotni so'rab, o'zlaring hal qilib olasizlar, so'rab olasizlar. Nima kerak bo'lsa, qanaqa ma'lumot qiziqtiryapti. O'shani so'rab hal qilsanglar bo'ladi. Kadastr endi shu egasi Qozog'istonga ko'chib ketgan. O'zini tanishiga tayinlagan.